Assalomu alaykum qadrli ko'ruvchi do'stlar. Bayqash programmamizning bugungi sonini yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Men program riyosatchisi Tinur Bakri. Programmamiz orqali sizlar bilan yuz ko'rishish fursatiga erishganligimdan to'liq xursandman. Xo'sh, undaqda diqqatinglar programmamizning yangi mazmunlarida bo'lsin. 4-cü növbətlik Cungo Asiya Avropa ko'rgazmasi oldingi 3 növbətlik ko'rgazmadagi tajribalarni xulasalash asosida ko'rgazma rayoni intayin tartiblik, kasblashtirilgan holda o'rinlashtirilib, xalqaro saviyaga yaqinlashdi. 4-cü növbətlik Cungo Asiya Avropa ko'rgazmasining asosiy maydonida echib o'tish, hamkorlik, Ipak yo'li iqtisodiy balvig'ini o'rtaq qurishdan iborat bosh tema ching tutilib, ijobiy mazmunlar ko'paydi. Endi biz programmamızın bu sonida 4-cü növbətlik Cungo Asiya Avropa ko'rgazmasidagi fan texnika yangiliklarga nazarimizni ag'dirib boqaylik. Yuqori yangi fan texnika sohasidagi eng yangi ilg'or texnika va turlar ko'rgazma zalining 6-cı rayoniga markazlashgan bo'lib, ko'rgazmaga qatnashuvchilarni alohida jalb qildi. Yenimdiki bu uskunni ilg'or bo'lgan mashinadam deyishki bo'ldi. Bu mashinadam rang va shakl orqali nurg'ulg'an mahsulotlarni o'zaro ayirib bera oladigan. Qarang, kichkina shishxal urug'i sinaq sutidan yo'tganmoqda. Undaqda birlikda bu uskunaning mahsulot ayirish prinsipini tushunib boqaylik. Bu xil mashinadamning mashg'ulot programmasini kengaytsak, un zavodi, ximiya va o'g'it zavodi, avtomobil qurashtirish liniyasida ishlatishga bo'ladi. Chilan, yong'oq, badam qatorliq mevalarni o'zishga ishlatishga bo'ladi. Programmani o'zgartirish orqali, ya'ni vazifa ijro qilish apparatini o'zgartirish orqali xaridorlarning talabi bo'yicha mashg'ulot olib borgan bo'ladi. Yuqori yangi texnika ko'rgazma zalidagi 186 yayma o'rniga necha 100 xil mahsulot ko'rgazma qilingan bo'lib, bu mahsulotlar ko'rgazmaga qatnashgan xaridorlarni intayin jalb qildi. Hörmətli televizor ko'rguvchimiz, siz holograflik tasvir texnikasini ko'rib boqqanmisiz? Bu qitim ko'rgazmada holograflik tasvir texnikasining tunji qitim keng xalq ommasiga yaqin oraliqdan qo'yib berilishi bo'lib, ko'rgazmaga qatnashgan nurg'un kishilarni o'ziga jalb qildi. Yaqinqi bir necha yil ichida kundalik turmushimizda biz eng ko'p ishlatadigan yonfon va televizor qatorliq elektr saymonlarida yangiliklar zo'r bo'ldi. Holografli yonfon, holografli televizor qatorliqlar kishilarning turmushiga yangi ma'nolarni eltdi. Undaqda biz bu yerda davatgan holografli tasvir texnikasi degan nima? Holograflik tasvir texnikasi amaliyotda xiyoliy tasvir texnikasi bo'lib, rost bilan soxta birlashtirilgan bo'ladi. Tomoshabinlarmi buning rost va yolg'onligini farqlantira olmaydi. Bu texnika cho'ng ko'lamdagi dekoratsiya yasash, o'yin qo'yish qatorliq taraflarga mos keladi. Hozir 3 o'lchamlik texnika bilan ishlangan kinolarni ko'rish uchun ko'zoynak taqib ko'rish kerak. Bu texnikamizni qo'llanganda ko'zoynak taqashning hojati yo'q. Biz Xinjiangda tasvir texnikasidan foydalanib mahsulot ishlab chiqaradigan tunji o'rin hisoblanamiz. Jungo Osiyo Yevropa ko'rgazmasi orqali mahsulotimizni tunishtirib, O'rta Osiyo bozorlarida o'rin egallash planimiz bor. Men hozirda sahnaga chiqib, tasvirdagi surat bilan bir gavdik ayolni olayman. Ko'rib beqinglar. Biz kundalik turmushimizda doim har xil shakl va har xil rangdagi tashviqot varaqlarini ko'rib turamiz. Biroq har qachon tashviqot varig'ini nurg'un kishilar ko'rib boqmagan bo'lishi mumkin. Biz ko'rayotgan mana bu tashviqot varig'ini yonfungan sistema kirgizish orqali har qachon holatda ko'rgili bo'ladi ekan. Televizor ko'rguvchilar, bu bo'lsa bir aqliy iqtidorli mashinada. Uning aqliy iqtidori 5-6 yoshlik bolalarniki bilan tengkan. Unda bo'lsa munosabatli xodim bu aqliy iqtidorli mashinaga bir buyruq berib baqsa, uning qanday inkaslarni qaytarganligini birlikda ko'rib boqaylik. O'rningizdan turing. Usul o'ynab bering. Menga ergishing. Taklif qilib yasalgan mashina odamning nurg'un programmalari turmushimizga yaqinlashtirilib yasalgan bo'lib, xanzo tili, ingliz tili qatorliq 8 xil tilni anglab, tushunib, inkos qaytara oladi. Bu mahsulotimiz navbatda O'rta Osiyodan kelgan nurg'un korxonchilarni o'ziga jalb qildi. Bahasi 108 ming yuan. Yangicha sanoatlashtirishni ilgari surishda muhit asrashni oldingi o'ringa qo'yish,
ekologiyalik rayon barpo qilishdan ching turish avtonom rayonimiz izchil amal qilib kelayotgan prinsip. Bu Birleşken Devletler Teşkilatı Sanoat Taraqqiyot Teşkilatı tashabbus qilayotgan Yeşil Jipak yo'li qarashiga tamoman uyg'un bo'lib, yeşil ekologiyalik bo'lish qarashini aks ettirgan. Şinjanның shamol energiyasi va quyosh energiyasi boyligi mo'l bo'lishdek alohidligini ching tutgan Şinjan Jinfeng fan texnika pay hastarlik cheklik shirkati 4-navbatlik Jungo Osiyo Yevropa ko'rgazmasida o'z alohidaligini va qo'lga keltirgan natijalarini to'liq namoyon qilish fursatiga erishdi. Burun 16 yıl burun biz degan yenişilgan vaqtida 600 kilovatniki mushundaq shamol turishi bor. Ammo hozir kelganda biz ang cho'ng kelganda 6000 kilovatniki mushu mashinamiz ishlatamiz. Hozir biz mushu texnika qilib, ana yilning oxirisida ya misol kelayning beshida tushagan mushu mashinaniki ang cho'ng degan 6000 kilovat tushdi. Bu mushu dengizning ustiga qurilib, dengizdagi shamol shiltib to'q chiqargan. İgilişimizce növbətdən Jinfeng şirkətinin texnikasını o'xshash kasbdagi shirkatlar bilan solishtirganda texnikasi mamlakatimiz bo'yicha birinchi o'ringa o'tgan bo'lib, dunyo bo'yicha oldingi qatorda turadi ekan. Bu natija 4-navbatlik Jungo Osiyo Yevropa ko'rgazmasidagi bizni faxrlantiradigan yana bir yorqin nuqtadir. Alayda transport motor sanoati pay cheklik shirkati ko'rgazma zalining alohidligi shuki, ko'rgazma zaliga taxlidiy 3 o'lchamlik ko'rgazma sistemasi qo'llanilgan bo'lib, bu bir aloqa sistemasi bo'lib hisoblanadi. Buning har qanday yerini cheksa, masalani hal qilish loyihasi ko'rinadi. Bu sistemada yana alayda transport motor sanoati pay cheklik shirkatining tok besimini o'zgartirib yo'llash texnikasidagi barliq sistemalarni hal qilish loyihasi bor. Alayda transport motor sanoati pay cheklik shirkatining 470 necha kvadrat metr keladigan ko'rgazma zali bu shirkatning 4 navbatlik Jungo Osiyo Yevropa ko'rgazmasiga qatnashish jarayonidagi eng cho'ng ko'lami bo'lib hisoblanadi. Bu yilgi Jungo Osiyo Yevropa ko'rgazmasida alayda transport motor sanoati pay cheklik shirkati yana Jungo O'rta Osiyo fan texnikasida yangilik yaratish hamkorlik muhokama munbiri yig'ini uyushtirib, fan texnikadan yangilik yaratib, Yipak yo'li iqtisodiy balvig'i qurilishiga yetakchilik qilishni cho'ridab, yangi energiya, tok besimini o'zgartirib yo'llash texnikasi qatorliq sohalarda fan texnikadan yangilik yaratish taraqqiyot natijalarini namoyon qildi. 4-navbatlik Jungo Osiyo Yevropa ko'rgazmasining cho'ng tipdagi sanoat ko'rgazma rayonida muxbirlarimiz kichik qutilarga qachilangan har xil rangdagi suyuqliklarni ko'rdi. Albatta, bu odatdagi suyuqlik emas. Birlikda bu suyuqliklarning amaliy turmushimizdagi qo'llanish va alohidaligini anglab boqaylik. Kunduzi nurni saqlab, kechda o'zi nurni chiqaradi. Demak, kech o'zi paqiraydi, lekin buning hech qanday to'q ketmaydi. Mesela normal şilçlik vaqtida mesela şehirning har qanday faqirtman degan yerga mesela bo'yab qo'ysaqlar, kech o'z normal faqiraydi. Ya'ni buning har xil rangi bo'ldi. Unda bo'lsa buni purkash uchun iqtisodiy qimmat jihati nurg'un mablag' ketadi. Bizning planimizcha mana shu normal bo'yaq bilan ancha farq bo'lmagan mana shu baho bilan bozor qo'yildi deb plan qilgan. Yog'och uy. Bunga benzin chechilik o'xshash. Birsiga bizning mana shu doğrunu kuymaydigan mas'uliyatni chechib qo'ygan. Masalan, tang kuydirib mangan vaqtida oxiri kelib butunlay kuyib ketdi. Bizniki to'xtab qoldi o'tda. Va buning shilish o'rni baxil jiq bo'ldi. Masalan, Şinjan jiq shiltida issiq saqlash uchun chaplaymiz bunday narsalarni. Lekin normal bo'yaq bo'lgandan keyin hozir chiqib qolgan. O't kelsa, bak kuyib ketgan narsa. Osonroq qo'ydi. Lekin bizning bo'yaq bo'lsa, o'sha chiqib ketmaydi. Kuymaydi. Demakchi, hamma saqlaydi. Amma masalan o't ketmaydigan bir sanoatdagi bulg'imi suv, tuproq va turli sabablardan bulg'angan suvlarni bartaraf qilish haqiqatan bosh og'ritadigan masala. Albatta, keraksiz suv va tuproqni tozalab, takror ishlatish davr taraqqiyotining zarur bo'lgan ehtiyoji. Undaqda bu qatimqi ko'rgazmaga olib kelingan bu mahsulotning keraksiz suv va keraksiz moddalarni bartaraf qilishda qanday alohidaligi bor? Bu sunum pakizlerimiz hem bunu tushib ketgan bu nidamiz aratdi. Masalan, layp patkaqtamdıq, kerakli moddalarni bu normal to'piga aylantiramiz. Demakchi bu
adet biz muhit deymiz. Mesela adet su pakizlaydigan texnikalar bo'lsa, suvni pakizlaydi, lekin tushib ketgan narsani qaytarib masalan bir tarafimiz bo'lmaydi. Lekin bizning yaxshi yeri biroq suv bilan tushib ketgan masalan uni bilan patqoq bilamda buni normal tuproq aylantiramiz. Ximiya zavodlar bor. Bular ko'chib ketgandan keyin asosan buni ishlatgan o'rni ishlatgan bo'lmaydi. Chunki masalan rangli metallar bo'ldi. Ham buni qaytarib masalan uy so'si bo'lmaydi. Badan zarar bo'ldi. Lekin bizning doğru bilan to'pini masalan bo'g'in ketgan yerni qaytarib to'piga aylantirib, ya'ni qaytarib ishlatgan bo'ldi. Nurg'un kishilar kundan tuxum yeyishga odatlangan. Biroq ba'zi vaqtlarda tuxum setib olganda taloq chiqib qoladigan ahvollardan saqlanolmaymiz. Har bir tal tuxumga tuxum chiqarilgan vaqti yozilsa, albatta bu xil ahvoldan saqlangani bo'ladi. Bularlik to'qo boqmchilarga, buningga hozirgi tuxum savdogarlariga degandek mushlarga noit bob keladigan bir asob bo'ladi bu. Siz o'zingizga qanday bir markani o'z ta'sis qilgan bo'lsangiz, masalanga, shuni shu kompyuter orqali bizning bunda flash kirib ma'lumotni yupan deb qo'yamiz. Mashinaning qachini bilib, shuni bilan buni ichiga menga kirgizib, qandaqsiga biz o'zimiz qanday o'ylagan bo'lsak, shu markani biz aniq qilib shuni bilan pechat qilib chiqarsak bo'ladi buni. Qanchalik vaqtning ichida qanchalik tuxumga mana shu tamg'a besib ulgurib bo'ldi. Buningda emgak kuchingiz jiq bo'ladigan bo'lsa, 1 soatning ichida 80 mingdan 120 minggacha tuxumga marka bosgan bo'ladi bu. Endi mush Tojikiston, O'zbekiston mushlardan hozir biz 3 to'xtam qilib ularga setib bo'ldik. Bu uskunidan tuxumga xat bosgandan boshqa yana har qanday polimerlik yaltiroqlarga tez suratda xat bosqili bo'ladi ekan. Uyg'ur tibbiy dorigarlik ilmi Jungo tibbiy dorigarlik ilmiy g'azinasining ayrilmas bir qismi bo'lib, 4-navbatlik Jungo Osiyo Yevropa ko'rgazmasida o'z alohidligini namoyon qildi. Biz bu qatim Yevropa Osiyo yarmarkasiga 79 xil mahsulotni qatnashtirdik. Buningki 39 xili Qirg'iziston, Qozog'istonga eksport qildigan. Şinjan Sadaqat Bio Pan Texnika Taraqqiyot şirkati uchun 4-navbatlik Jungo Osiyo Yevropa ko'rgazmasida mahsulotlarni bozorga solish va ko'rgazma qilishdan boshqa yana yaxshi o'rganish fursati bo'ldi. Biz buda hamda Pokiston bilan hamkorlashdik. Bu asosiy davlatninki shu Jungo Pokiston iqtisod koridor barpo qilish siyosatiga asosan Pokistondagi bir 60 yillik qarshi dorigarlik guruhi bilan hamkorlashdik. Asosi texnik hamkorlik. Ular 60 yillik korxona bo'lg'achqa ularningki zavod qurishda texnikasini ochirib, biz mablag' silib bir dori zavodi tayyorlab bo'ldik. Onun boshqarish, madaniyat almashtirish, onun mahsulotininki Jungo vakolatchiligini ekirdik. Bu da yarmankada bu mahsulotlarni alohida boshqalarning olqishiga erishdi. Urumchi G'azibay chach o'stirish texnik tadqiqot markazimiz shu iqtisodiy alohida rayonning yuqori biologik dori tadqiqot markaziga joylashgan bir kasbiy chach undirish, chach to'kilishini to'xtatish, chach quvvatlash muassasalardagi kasbiy korxona bo'lib, bizning bu qatim bu yarmankaga tunji qatimli qatnashishimiz. Biz bu yarmankani qatnashishning oldin qatimlarlik yarmankalarda biz bir ziyoratchi sifatida qatnashib kelgan. Mush qatimliq yarmankaga qatnashgan birdan-bir kasbiy mush chach undirish korxonasi ekanmiz. Biz bundan nihoyat xushal bo'ldik. Tojikiston, O'zbekistondan kelgan ikki korxonami biz bilan hamkorlik o'rnatib, bizning mush mahsulotlarimizni ularning davlatida sotadiganga vakolatchilik imzoladi. Biz 7 yillik tadqiqotimizning natijasi bo'lgan Teklimakan qumliq alga mahsulotlarimiz aldık. Bu Teklimakan qumliq algasi hamda Teklimakanda 3 milyon 500 ming yildan yaqin yashab kelgan bir asliy dengiz algasininki o'zgargan tipi bo'ladi. Biz buningga nisbatan hozir 700 xildek turini olib chiqib, 2 liniyada tadqiqotni 2 liniyaga qarab taraqqiy qildik. Teklimakandan iborat mushu intayin nachar bo'lgan darajadan tashqari nachar sharoit o'sib chiqqan bu o'simlikninki doğruluk qimmati ustida izlanib, biz Teklimakan yeşil alga yurishlik mahsulotlarimizni bozorga soldik. Quyosh energiyasini asos qilib yasalgan bu suv isitquning roli nihoyatda cho'ng. Mahsulotimiz xalqarada ish unumi eng yuqori bo'lgan datlash mahsulotdan yasalgan. Quyosh nurini markazlashtirib isitadi. Mahsulotimiz o'quvchilar yotoqlariga bak mos keladi. Yana parnik temperaturasini tengshashga mos keladi. Shinjongda kunning tushish vaqti uzun bo'lgani uchun Shinjongga bak mos keladi. Ko'rayotganinglar Avo Osiyo modelini tahlil qilib, avtomatik holda uchirishuv sistemasining 3 o'lchamli ko'rinishi. 4-navbatlik Jungo Osiyo Yevropa ko'rgazmasida bu xil texnikani nurg'un ko'rurmanlar amaliy mashg'ulot qilish orqali bevosita his qilish fursatiga erishdi.
elektronlik simsiz tizginak orqali ekrandagi taqlidlangan aeroplanni kontrol qilamiz. Bu orqali yosh o'smirlarning Avasiya modelini taqlid qilib, avtomatik holda uchirish mashqini qildirg'ili bo'ladi. Bu sistemani ishlatib, nurg'un yoshlarni xalqaro Avasiya modelini loyihalash musobaqasiga qatnashtirib, yaxshi natijaga erishdi. Bu sistemada 300 xildan ortiq aeroplan modeli bor. Har kim o'zining yaxshi ko'rganini tanlab uchirsa bo'ladi. 4-cü növbətlik Cungo Asiya Yevropa ko'rgazmasi mezgilida Cungo Asiya Yevropa iqtisodiy taraqqiyot hamkorlik munbiri, axborot vositalari munbar yig'ini, Cungo va chet el madaniyatini namoyon qilish haftaligi, Yipak yo'li iqtisodiy balvig'ini o'rtaq qurish munbar yig'ini, Shanxay hamkorlik tashkilotining chorvachilik taraqqiyot muhokama yig'ini, Cungoning sortliq, sifatlik meva chevallarini tonishtirish qatorliq 10 turlik munbar o'tkazildi. Bu qatim shundaq muhokkim munbarlarining ochilishi mayli mushu ko'rgazmadagi muhim bir asosli bir plan bo'lib qolmasdan, muhim bir turib qolmasdan, yana mushu rayondagi masalan Shinjongning iqtisodini yuqori ko'tarishda intayin muhim roli bor. Echivetish, hamkorlashish, Yipak yo'li iqtisod balvig'ini o'rtaq qurish asosiy tema qilingan 4-cü navbatlik Cungo Asiya Yevropa ko'rgazmasi Yipak yo'li iqtisod balvig'i qurishning muhim supsi. Shinjang obrazini namoyon qilishning muhim ko'znigi bo'lish, shundaqla bexatar, tejashlik, rangdor, xalqqa qulaylik bo'lish nishonini cho'ridab, yuqori saviyalik xalqaro ko'rgazmaga aylandi. 4-cü növbətlik Cungo Asiya Yevropa ko'rgazmasi echivetish, hamkorlik, Yipak yo'li iqtisodiy balvig'ini o'rtaq qurishdan iborat bosh temini nuqta qilib, avtonom rayonimizga nurg'un fan texnika yangiliklarni olib kirdi. Ishonamizki, avtonom rayonimizmi Yipak yo'li iqtisodiy balvig'ini o'rtaq qurishdan iborat afzalligini joriy qildirib, go'zal atiga qadam qo'yg'isi. Ko'rman do'stlar, bayqash programmasining bugungi soni mushada oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib ko'rganingizga rahmat. Kelar soni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.